Demak, teri evolyutsiya davomida faqatgina himoya vazifasini bajarmagan. Ya'ni dastlab himoya vazifasini bajarar edi. To'g'rimi muqaddam? Demak, keyinchalik ayrish, termoregulyatsiya, sezgi, nafas olish va boshqa tuyg'u, shunga o'xshash boshqa vazifalarni ham bajargan. Tushundingizmi? Demak, teri evolyutsiyada shunaqa ahamiyatga ega bo'lgan. Endi teri dastlab ikkita qavatdan iborat bo'lgan. Ya'ni epidermis va derma. Epidermis va derma. Epidermis bu ektodermaning hosilasi edi. Derma bu mezodermaning hosilasi edi. Epidermis dastlab bir qavat, bir hujayralardan iborat edi dastlab. Derma g'ovak hujayradan iborat edi va biriktirish to'qimadan iborat edi. Tushunarlimi? Demak, derma g'ovak biriktirish to'qimadan iboratligicha saqlanib qoldi. Epidermis keyinchalik o'zgardi. Dastlab bir qavat hujayradan iborat edi, endi evolyutsiya davomida o'zgarib, ko'p qavat hujayradan iborat bo'ldi. Ya'ni biz aytamiz, teri juda ko'p qavat hujayradan iborat. Shuni hisobiga masalan, teri shilinib ketsa, ichidagi muskula ochilib qolmaydi. Ozgina, demak, yuzasi shilinadi. Tushunarli? Demak, ko'p qavatli bo'ldi. Va shu ko'p qavatli bo'lish hisobiga ustki qavat hujayralari boshqacha vazifani bajarishga ixtisoslashdi, ostki qavat hujayralari boshqa vazifani bajarishga ixtisoslashdi. Ustki qavat hujayralari nima edi? Ustki qavat hujayralari qurib, tez nobud bo'lib, tez almashish xususiyatiga ega bo'ldi. To'g'rimi? 7 umr kunda yangilanadi deymiz. Demak, qurib, demak, nobud bo'lib, almashinish xususiyatiga ega bo'ldi. Ostki qavat hujayralari bo'lsa, tez bo'linish xususiyatiga ega bo'ldi. Tushunarlimi? Demak, tez bo'linish xususiyatiga ega bo'ldi. Tushundikmi? Bu evolyutsiya davomidagi epidermisning tuzilishi. Ya'ni dastlab bir qavat edi, keyin ko'p qavatga o'zgardi. Endi undan tashqari epidermisning ustki qavati hosilalarni hosil qildi. Jun, pat, tirnoq, ter, yog' bezlari, sut bezlari, hidajat, shunaqa hosilalarni hosil qildi. Tushuniki? Ya'ni bularni bilamiz. Epidermisning hosillalari. Derma yoki gipodermani hosilasi emas. Tushundingizmi? Endi tushundikka terini. Xo'p, undan tashqari birinchi boshlaymiz teri qavatini bosh skeletsizlardan. Bilasizlar, ungacha bo'lganlarda teri qavati hali yo'q. Demak, bosh skeletsizlarda qanaqa? Bosh skeletsizlarda teri qavati, ya'ni lansetnikmidi bosh skeletsizlar? Bosh skeletsizlarda teri qavati ikkala qavat ham kuchsiz rivojlangandi. To'g'rimi? Demak, epidermis ham, derma ham kuchsiz rivojlangan. Demak, ikkita qavati ham kuchsiz rivojlangan bo'lsa, demak, u nima ekan? Bosh skeletsizlar, ya'ni lansetnik. Tushundingizmi? Hop, keyingisi qaysi hayvonlar bo'ldi? Baliqlar. Demak, baliqlarda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Baliqlarda terisi bezlarni hosil qildi va hujayralari bir hujayrali bo'ldi. Ya'ni teri bezlari bir hujayrali bo'ldi. Tushunarlimi? Demak, teri bezlari bir hujayrali bo'ldi. Undan tashqari, terisi o'sha bir hujayrali bezlari shilimshiq modda ajratib, suvdagi ishqalanishni kamaytirish vazifasini bajaradi. Tushundikmi? Mana shu. Endi bu demak baliqlarning umumiy xususiyatlari. Endi o'rganganmiz biz tog'ayli baliqlar, suyakli baliqlar. Tog'ayli baliqlarda boshqacha tuzilgan teri, suyakli baliqlarda boshqacha. Birinchi boshlaymiz tog'ayli baliqlar. Tog'ayli baliqlarning butun tana yuzasi, og'iz bo'shlig'i va og'iz bo'shlig'ining shilliq qavati plakoidlardan iborat. Eslab qoling. Tushunarli? Demak, plakoidlardan iborat ekan. Va mana shu plakoidlar og'iz bo'shlig'ida yiriklashib, tishga aylangan, tishni hosil qilgan. Tushunarli? Bilasizlar, tog'ayli baliqlar yirtqich hayot kechiradi. To'g'rimi? Mana shu ekan. Endi bilamiz, plakoidni o'zi dentindan iborat, sirti emal, xuddi tishni tarkibiga o'xshaydi. Tishi bilasiz, tish to'qimasi dentindan iborat, tashqaridan emal bilan qoplangan. To'g'rimi? Xuddi shunaqa plakoid ham xuddi shunaqa tuzilishga ega bo'lgan ekan. Tushundikmi? Mana shu keyingisi suyakli baliqlar. Suyakli baliqlarning evolyutsiya davomida qanaqa o'zgargan desak, suyakli baliqlarni tanasi yumaloq, suyak plastinkadan iborat. To'g'rimi? Suyak plastinkadan iborat ekan. Tushundikmi?
Bu ham demak epidermisni hosilasi. Aytdim-a boya, epidermis hosilalarni hosil qilgan. Demak, ya'ni ektodermaning hosilasi ekan. Tushundikmi? Mana shu. Endi hop, suyakli baliqlarni tushundingiz. Tushundingizmi? Keyingisi amfibiya ekan. Amfibiya qanaqa? Ya'ni suvda ham nuqlikda yashovchilar, ya'ni stegosefallar. Dastlabki suvda ham nuqlikda yashovchilar, to'g'rimi? Demak, ha, stegosefallar ham baliqlarga o'xshab tanasi tangachalar bilan qoplangan ekan. To'g'rimi? Demak, tangachalar bilan qoplangan ekan. Yana-chi qanaqa bo'lgan terisi? Terisi dastlab tanani yaxlitligini ta'minlash va himoya vazifasini bajargan. Hozirgi kunda suvda ham nuqlikda yashovchilar kelib chiqish hisobiga ularda teri bezlari ko'p hujayrali bo'lib, to'g'rimi? Ko'p hujayrali teri bezlari. Faqat boyagi shilimshiq modda ishlab chiqarish yoki yaxlitligini ta'minlash emas, zaharli oqish suyuqlik ishlab chiqaradi masalan qurbaqada, ya'ni himoya vazifasini ham bajaradi. Tushunarlimi? Yana undan tashqari terini namlab turish vazifasini ham bajaradi. Tushundikmi? Tushunarli? Mana shu demak amfibiyalarning, ya'ni suvda ham nuqlikda yashovchilarning terisining ahamiyati. Undan tashqari stegosefallardan farqli ravishda stegosefallar bilasizlar, tanasi tangacha bilan qoplangan. Hozirgi kundagi suvda ham nuqlikda yashovchilar terisi yupqalashgan. To'g'rimi? Demak yupqalashgan ekan. Tushunarli? Hop, keyingisi reptiliyalar ekan. Bu degani so'z stegosefallar hali terisi bilan nafas Ha. Terisi bilan ikki yoqlama nafas olgan, to'g'ri, o'pka va teri yordamida. Lekin terisi hozirgi kundagi amfibiyaga nisbatan qalinroq. Lekin ularni ham ikki yoqlama nafas oluvchilar deymiz. Yozib qo'yibdi-ku, ikki yoqlama nafas oluvchilar. Nafas olish deganchimi? Hop, keyingisi sudralib yuruvchilar, ya'ni reptiliyalar ekan. Sudralib yuruvchilarning terisida o'ziga xosligi, ular quruqlikka chiqish natijasida terisi quruq bo'ladi, nafas olishda ishtirok etmaydi. Va terisida bezlar bo'lmaydi. Shuning uchun ham terisi quruq, muguz, qattiq. Tushunarli? Demak, terisida bezlar yo'q ekan. Bezlar yo'q ekan. Demak, bezlar yo'q ekan. Undan tashqari terisi o'sha yaxlitligini ta'minlash, himoya va boshqa vazifalarni bajaradi. Tushundingizmi? Mana shu ekan. Suvda sudralib yuruvchilarning terisi. Undan tashqari sudralib yuruvchilarning terisi terining shoh qavati muguzni hosil qilgan. Bilamizmi? Muguz qattiq modda. Demak, terining shoh qavatidan muguz hosil bo'lgan ekan va terining butun yuzasini qoplab turadi. Undan tashqari o'sha tangachaga aylangan va ba'zi joylarda qalqonni ham hosil qiladi. Masalan, toshbaqaning qorin tomoni bilan orqa tomoni qalqon, nimani timsohni faqat orqa tomoni qalqon, to'g'rimi? Mana shu shular ekan. Tushundikmi? Mana shu demak sudralib yuruvchilar. Keyingisi qushlar ekan. Hop, qushlardachi? Demak, qushlarni ham terisi tangachalar bilan terisi muguz qavat bilan qoplangan. so'z bashi sudralib yuruvchilar, tangachalari ham o'sadi, o'sgan. Qisman darajada o'sishi mumkin, lekin asosan tullab o'sadi. Yozib qo'yibdi o'zi. Tullaydi degan. Ha. Xuddi o'sgan sari o'sha orasi ochilib qo'ydi. Yo'q. Xitanga o'xshab bular ham o'sishga xalaqit beradi. Shuning uchun ham post tashiydi ular. Tushunarli? Shunaqa ekan. Demak, mana shu vazifalarni bajaradi. Tushundingizmi? Endi mana bundan bitta variant olib berib yuboringiz. Xo'p. Demak, ishlab turing. Tangachalar muguz qavat bilan qoplangan ekan. Tushundingizmi? Endi keyingisi qushlar. Qushlarda undan tashqari epidermis hosilasi, ya'ni patlar va parlar hosil bo'lgan. Bilasizlar, bular ham terining hosilasi. Ya'ni uchishga moslashganlik belgisi, to'g'rimi? Demak, qushlarda muguz bor ekan. Pat va parlar bor ekan va terisida bezlar yo'q bo'ladi. Lekin suv qushlarida istisno ravishda dumg'aza bezi bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni dumg'aza bezi yog'simon suyuqlik ishlab chiqaradi, tanani yog'lash, ya'ni suv yuqtirmaslik vazifasini beradi. Tushundingmi? Bering. Ularga ham bitta variant berasiz. Xo'p, demak, mana shu vazifani bajar ekan. Tushundingizmi? Keyingisi sudralib sut emizuvchilar. Sut emizuvchilarda qanaqa? Sut emizuvchilarda teri jun qoplamidan iborat. To'g'rimi? Jun qoplamidan iborat. Ya'ni jun qoplamini hosil qilgan va jun qoplami ikki qavatdan iborat edi. Dag'al qil va dag'al tivit
va qiltiqdan iborat va uzun qillardan iborat. Qiltiq yoki tivit bu himoya vazifasini bajaradi. Qillarga, uzun qillarga, demak tuklarga sezuvchi nervlar tutashganligi uchun tuyg'u vazifasini, ya'ni sezadi u orqali. Tushunarli? Demak, ya'ni tuyg'u, himoya va asosiysi termorega, ya'ni issiqlikni saqlash vazifasini bajaradi. Sababi bilasizlar, bu issiqlik. Undan tashqari, sut emizuvchilar uchun faqat xos bo'lgan teri bezlar bor. Ya'ni terisida bezlar ixtisoslashgan. Boyagi bir hujayrali, ko'p hujayrali bezlar ixtisoslashib hosil qildi. Birinchi navbatda ter bezlari, yog' bezlari, sut bezlari va hid ajratuvchi bezlar bor ekan. Tushunarli? Hid ajratuvchi bezlarni hosil qildi. Tushundikmi? Mana shu xo'rdallar tipining teri evolyutsiyasi. Undan tashqari odamning evolyutsiyasi davomida ham terida jun qoplami hosil bo'ladi. Bilasizlar, bola yangi tug'ilganda tanasi tuklar bilan qoplangan bo'ladi, keyinchalik aytadi qorin tuki deb. Keyinchalik tuklari yo'qolib ketadi. Tushunarli? Demak, xuddi shunaqa, ya'ni evolyutsiya davomida, ya'ni embrional davrda odam ham tuklar bilan qoplangan, ya'ni ajdodlar belgisini takrorlaydi, filoembriogenez bor edi. Keyinchalik yo'qolib ketadi. Tushunarli? Shuni hisobiga demak odam sherbashara yoki hipertrixoz bo'lib tug'ilgan. Tushundingizmi?